Bugungi kunda jonajon O'zbekistonimizning barcha hududlarida davlatimiz mustaqilligining 35 yilligini bayrami nihoyatda yaxshi kayfiyat baxsh etib turganligini biz mana shu ommaviy axborot vositalarida ham ko'rib, eshitib turibmiz. Birgina bizda yangi yosh Yangiobod tumanimizda ham mana shu mustaqillik davridagi erishilgan yutuqlar barcha shu respublikamizdagi 208 ta tumanlarda ichida o'zini katta bir salohiyati borligi bilan, xalqimizni kayfiyatini yaxshiligi bilan va ma'naviyatimiz ham yuksalib borganligi misolida ko'ra olamiz. Mana shu mustaqillikning 35 yilligi bugungi kunda barcha vatandoshlarimiz qayerda yashamasin, o'zgacha bir yaxshi kayfiyatda bo'lishini kasb etyapti. Sababi bu mustaqillik bizga dinimizni, tilimizni, vatanimizni, erkimizni, ozodligimizni berganligini namunasidir. Ayniqsa keyingi 10 yillik ichida bizni Yangiobod tumanimiz o'zi Yangiobod tumani yangi tuman bo'lsa-da, yanada yangilanishi juda ham kayfiyatni ko'taradigan darajada. Biz uzoq tog'li hududda bo'lsak ham, kenja tuman bo'lsak ham 20 dan ziyod sport inshootlarini borligi, bugungi kunda ayniqsa yoshlarimiz uchun ilm, ma'rifat uchun, bilim uchun zarur bo'lgan IT parkni ochilib turib, bugungi kunda 500 dan oshiq yoshlarimiz shunday so'lim bahavo joyda joylashgan IT parkda shug'ullanmoqdalar. Shuning misolida bugungi kunda bizda bitiruvchi yoshlarimiz oliy ta'limga qabulda esa viloyatda bir necha yildan burun eng birinchi o'rinda borganligi ham yorqin misol bo'ladi. Xuddi shunday madaniyat sohasida ham mana shu madaniyat markazimiz shunday ta'mirlanganki, bugun qo'shni viloyatdan ham kelgan ham qishloqlarimiz va kelgan mehmonlarimiz ko'rib havas qilishadi. Va men yana bir faxr bilan aytamanki, mana shu sportni rivojlanishiga katta tumanimizning hokimi ham e'tibor berayotganlari, prezidentimiz istiqbolni o'ylab qilayotgan islohotlarning natijasida Osiyo chempionlari, O'zbekiston chempionlari turli sohalarda yetishib chiqyapti bizda tumanimizdan. Yana bir men faxr bilan aytaman, 8 ta mahallamiz bo'ladigan bo'lsa, barcha mahallamizda 55 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan nuroniy oqsoqollarimizni futbol, shaxmat, voleybol, qo'l to'pi bo'yicha nuroniylar komandalarimiz bor. Viloyat bosqichida ham va qo'shni viloyatlarga ham borib musobaqalarni biz o'tkazib kelyapmiz. Buni ommaviy axborot vositalarida bemalol namoyish qilinganidan ham e'tirof etsa bo'ladi. Va yana eng faxr bilan aytamizki, bugungi kunda deyarli Yangiobod tumaniga bundan 10 yil, 15 yil oldin kelgan odamlar, insonlar, mehmonlarimiz hayron qolishadi. Shu darajada Yangiobod tumanimizdagi namunaviy uylar, davlat idoralari, maktab, davlat bog'chalarini qurilib borilganligi bu prezidentimizni mana shu qishloq tumanlariga ham qilayotgan e'tiborlarini bir natijasi deb bilaman. Ayniqsa bugungi kunda prezidentimiz doimo ilm, bilim va yoshlar bizni kelajagimiz, yangi O'zbekistonni, 3-renessansni biz bag'ri keng, dovyurak, aloqalb yoshlarimiz bilan quramiz deydilar. Buni isboti uchun bugungi kunda kecha 21 fevralda boshlangan ixtisoslashtirilgan iqtidorli bolalar maktabini binosi mana Xudo xolasa avgust oyining oxiri, sentyabr oyida bitiriladi kutib turibmiz. Bu ham bizga mana shu yoshlarimizga, ta'limga, tumanimizda xalqiga prezidentimizni adolatli islohotlarida olib borayotgan ekanliklarini bir isboti deb bilamiz. Biz nuroniy oqsoqollar doimo yoshlarimizga xuddi Beruniy bobomizdek, Mirzo Ulug'bek bobomizdek, Alisher Navoiy bobomizdek, Al-Buxoriydek, Sohib Qur'on Amir Temurdek bo'lishlarini va ana shularda izdoshlari bo'lishimiz kerak ekanligini, mana Al-Xorazmiy olimpiadalari bo'lyapti, biologiya olimpiadalari o'tkazilyapti. IT sohasida esa bugungi kunda bizning O'zbekistonimiz bir yo'la 50 pog'onaga qo'raganligi ham bizni mana shu prezidentimizni olib borayotgan siyosatlarining natijasi deb bilamiz. Men yoshlarimizga bugun faxr tuyg'usi bilan O'zbekiston qahramoni sevimli shoirimiz Abdulla Oripovning O'zbekiston she'rida ta'kidlaganlaridek, uxlar edi kolim ham hali,
dunyo xaritasini yoritdi bir bor, Beruniyning aql mash'ala. Qo'limda bor alamim manim, O'zbekiston vatanim manim degan she'rida hali qo'lim sayyoh bo'la turib, Beruniy bobomiz bundan bir necha ming yuz yillar oldin mana shu yerda hayot bor ekanligini, qit'a bor ekanliklarini bashorat qilgandilar. Mana shu demak, shu Amerika qit'asini ham bizni Beruniy bobomiz kashf etgan ekanliklarini o'ylab turib, bugungi kunda sun'iy intellekt, IT parklar tashkil qilingan vaqtda yoshlarimiz ana shunday ulug' avlodlarimizni izdoshi ekanliklarini albatta isbotlaydilar deb men ishonaman va mana shu yoshlarimizga mana shunga sodiq qolishlarini istab qolaman. Mana shunday ekan, biz mustaqilligimizni 35 yilligini Yangiobodlik fuqarolar, nuroniy oqsoqollar shukronalik hissi bilan bugungi kunda 230 dan ortiq davlatlar qanchalik notinch bo'layotgan bo'lsa-da, osmonimizning musaffoligi, yurtimizning obodligi, bozorlarimizning to'kinligi, yoshlarimizni sog' salomat, emin-erkin o'qib, o'rganib ishlayotganliklari, qariyalarimiz esa nuroniylarimiz bemalol yaxshigina dam olib, shukronalik hissi bilan yurtboshimizni duo qilib va o'zlarini kelajak avlodga barcha to'g'ri tarbiyalarini berib borishlarida biz nuroniylar albatta bundan keyin ham namuna bo'lamiz. Butun O'zbekiston xalqini, davlatimizning 35 yilligini bayramini chin qalbdan tabriklaymiz va bundan keyin ham O'zbekistonimizning bayrog'i xuddi mondialda ko'tarilganligidek, shaxmat sohasida ko'tarilganidek, boshqa sohada ham ko'tarilishda biz nuroniylar doimo duoda bo'lamiz. Bayram bilan tabriklaymiz. Bayram yaxshi o'tsin, muborak bo'lsin.